31 yoshli mani Seulda svidaniyaga taklif qilishdi. O'g'limni kechasi oyimga tashab, xursand bo'lib, yasanib ko'chaga chiqib oldim. Sevgilim menga muzdek qulupnayli ichimlik olib berdilar va metroda Hyundai stansiyasigacha bordik. Metroda borib kelish $2 tushdi. Yo'l kirani o'zim to'ladim. Zato gul do'konida gul yoqib qolib, oldirib oldim. $8. Hyundaiga 20 minutda yetib keldik. Kechasi 9:30, ko'chada esa hayot qaynayapti. Молодежный joylar va bir zo'ra. Bu joyni serial dramalarda ko'p ko'rgansiz. Ko'chada bepul dance show tomosha qilib, yomg'ir yog'vorgandan bir joyga kirib oldik. Yigitim menga qo'rilgan kartoshka va takoyaki olib berdilar. Narxini bilmayman, lekin eng arzon ovqatlardan bittasi. Sevishganlarning svidaniyasi o'zi shunaqa. Tejamkorlik bilan qiziqdi. Bir payt qarasam, pastda boks tushib, pul ishlashayotgan ekan. Men ham tushib uraymi ekan desam, yo'q, o'ldirib qo'yasiz, qo'ying deb to'xtatdilar. Mayli, tushmay qoldim. Keyin rasmlarga tushgimiz kelib qolib, mana shunaqa butikka kirdik, aksessuarlarni tanlab, $4 rasmga tushdik. Baho bering, asalmi? Menimcha zo'r chiqdi. Shunaqa qilib kechasi 12da uyga qaytib keldik. Xuddi 7 yil oldin endi oila qurgan paytlarimizdagi mashinasiz, pulsiz, bolalarsiz, oddiy sayrlar bilan yayrab yurgan paytlarimizni esladik. Bu kun menga juda ham yoqdi.